Allo. Allo, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Lolaxon opa, yaxshimisiz? Salomatsiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi opajonim? Yo'q. Ayni vaqtda Toshkentdan tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilib xonadoningizga mehmon bo'lib turibman. Yaxshi, rahmat. Salomat bo'ling opajon, bugungi tavallud ayyomingiz hamda bahor ayyomi Navro'z bayrami bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Salomat bo'ling. Lolaxon opa, sizning tug'ilgan kuningiz munosabati bilan qadrli insonlaringiz siz uchun chiroyli dalilnomalar yuborgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu chiroyli dalilnomalarni qaysi yaqiningiz yuborgan bo'lishlari mumkin? Bilmadim, farzandlarim bo'lsa kerak, opa-singillarim bor. Kutilmaganda qo'ng'iroq qilamiz, kutilmagan insonlar nomidan. Agar birozgina qimmatli vaqtingizni biz uchun armag'on aylasangiz, ushbu chiroyli dalilnomalarni sizga o'qib eshitiraman va so'zimiz oxirida kimdan ekanligini bilib olasiz, maylimi? Mayli, rahmat. Endi bizni diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum. Oilamiz uchun qadrli va hurmatli bo'lgan hurmati cheksiz Lolaxon opajon. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan, qolaversa Hayit ayyomi hamda Navro'z bayramlari bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizga eng avvalo tinchlik, sog'lik va qalb xotirjamligini tilayman. Har doim kulgu ila iliq chehra bilan oila davrasiga fayz kiritib yurishingizni so'rayman. Har bir kuningiz xayrli, ishlaringiz barakali bo'lsin. Orzularingiz barchasi baland-ketin ushalsin. Baxt esa doimo sizga hamrohlik qilsin. Siz va oilangizga doimo Allohning eng suyukli bandalari qatorida bo'lishlaringizni tilab qolaman. Ushbu chiroyli tilaklarni o'g'lingiz Dostonbekka ham tilab qolaman. Dostonbek ham bugungi tavallud ayyomi bilan tabriklab, qutlab qolaman. Ilohim kelajakda orzu qilgan, maqsad qo'ygan tilaklariga tez va oson erishishini tilab qolaman. Ikkingizga ham bugungi ayyom muborak bo'lsin deya yaxshi niyatlar bilan ayni vaqtda kuyovingiz Ahrorjon aka hamda farzandlari Abdulloh sizlarni chin qalbdan tabriklab qutlamoqdalar. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizning ham ularga, kuyovingizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Rostdan men ulardan kutmagandim, qizimmikan deb o'ylab turuvdim. Rahmat, kuyovim singlim bilan baxtli bo'lsin. Farzandlarim baxtiga sog' bo'lsin, ishlariga omad. Ularga ham hayit bayramlari bilan tabriklayman. Qo'shganlari bilan qo'sha qarisin. Ilohim, aytganingiz kelsin Lolaxon opa. Bugungi ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Hamisha mana shunday qadrli, qadrdon insonlaringiz oldida hurmatingiz ulug', cheksiz bo'lib, uzoq yillar baxtli hayot kechirishlik sizlarga nasib aylasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Rahmat, sog' bo'ling, sizlarga ham ishlaringizga omad. Rahmat, salomat bo'ling. Mayli, rahmat. Bahor ko'ksidagi quyoshsan lola, bahor ko'zidagi ko'z yoshsan lola. Qorlarning iziga sochilgan qonim, bahor bag'ridagi bardoshsan lola. Qizargan quvonchdan rang olgan gulim, goh o'z jamolidan tang qolgan gulim. Bunchalar go'zalsan, bunchalar so'lim, dilpora dillarga dildoshsan lola. Hasad yerda yotgan hazonga o'xshab, o'g'mochang ko'pchigan to'zonga o'xshab, yaxshilar chehrangda yosharib yashar. Lolajon, 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 lola. Lolajon, 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 lola.